Shu vaqtgacha choptirib kelayotgan otlaringizni ichida, o'zingiz otlaringiz ichida eng ko'p solim sizga foyda keltirgan otlaringiz qaysi biri sizga ko'proq? Mana shu portal otim bilan 2 yilda juda ko'p zot olib qo'ydim. Agar siz bo'lmasa nechta oldingiz Toytiyadan? Bir yilda bir 6-7 ta tuya oldim. Toyimim bir 15lar bo'lgan. Tanalarim ham bir 20 ziyatraf bo'lgan. Bir yilda. Shu portaldagi. Ha. Echki, uloq, qo'zilar endi soni 100 talarga borgandir. Uni sanaganim yo'q men. Chunki Barakasini bersin. avlijayim tor, tushganda bozorga chiqarib sotib yuborganman. Sizga foyda keltirgan hozirgi portal otingiz. Shunday. Shu vaqtgacha choptirib kelayotgan otlaringizni ichida, o'zingiz otlaringiz ichida eng ko'p solim sizga foyda keltirgan otlaringiz qaysi biri sizga ko'proq? Mana shu portal otim bilan 2 yilda juda ko'p zot olib qo'ydim. Agar siz bo'lmasa nechta oldingiz Toytiyadan? Bir yilda bir 6-7 ta tuya oldim. Toyimim bir 15lar bo'lgan. Tanalarim ham bir 20 ziyatraf bo'lgan. Bir yilda. Shu portaldagi. Ha. Echki, uloq, qo'zilar endi soni 100 talarga borgandir. Uni sanaganim yo'q men. Chunki Barakasini bersin. avlijayim tor, tushganda bozorga chiqarib sotib yuborganman. Sizga foyda keltirgan hozirgi portal otingiz. Shunday.